Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fanidan dars mashg'ulotini olib boramiz. Dars mashg'ulotini pedagogik psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Donayev Nazima olib boradi. Bugun sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzuyimiz sezgi deb nomlanadi. Quyida mavzuyimizga doir rejalarimiz bilan tanishib chiqsak, birinchi rejamiz sezgi haqida tushuncha, ikkinchi rejamiz sezgining fiziologik asoslari, uchinchi rejamiz sezgining tasnifi va turlari deb nomlanadi. Ma'lumki, tashqi muhitdagi narsa va hodisalarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ya'ni biz narsalarning rangini, hidini, ta'mini, g'adir-budur, yumshoqlik, qattiqligini turli xil sezgi a'zolarimiz orqali ongimizda aks ettiramiz. Xo'sh, o'zi sezgining o'zi nima? Sezgi atrofimizdagi narsa va hodisalarning sezgi a'zolarimizga bevosita ta'sir etishi natijasida ularning ayrim belgi xususiyatlarini ongimizda aks ettirilishiga sezgi deb aytiladi. Demak, sezgining hosil bo'lishi uchun quyidagilar zarur. Birinchisi, sezgi a'zolarimizga ta'sir etadigan narsa va hodisalarning mavjud bo'lishi. Ikkinchisi esa sezuvchi apparat, ya'ni analizator apparatining mavjud bo'lishi. Masalan, havoning sovuqligini, temirning qattiqligini, qorning yumshoqligi va boshqalarni biz sezgi a'zolarimiz orqali albatta sezamiz. Sezgilarning nerv fiziologik asosini qo'zg'atuvchining o'ziga aynan o'xshaydigan analizatorga ta'siri natijasida hosil bo'ladigan nerv jarayoni tashkil qiladi. Shuningdek, sezgilarning nerv fiziologik asosini o'rganishda Ivan Petrovich Pavlov ta'biri bilan aytganda analizator apparati tashkil qiladi. Analizator apparati, ya'ni analizator tashqi va ichki muhitdan kelayotgan ta'sirotlarni qabul qilib olib, fiziologik jarayon bo'lgan qo'zg'alishni psixik jarayonga, ya'ni sezgilarga aylantiruvchi nerv mexanizmlar tizimidir. Analizator apparati 3 qismdan tashkil topgan va ular quyidagilardan iborat. Birinchisi periferik, ya'ni retseptor qismi nerv quvvatini, ya'ni tashqi quvvatni nerv jarayoniga o'tkazadigan maxsus transformator qismi hisoblanadi. Ikkinchisi esa analizatorning periferik bo'limining markaziy analizator bilan bog'laydigan yo'llarni ochadigan afferent markazga intiluvchi va efferent markazdan qochuvchi nervlardan iboratdir. Uchinchisi esa analizatorning periferik bo'limlardan keladigan nerv signallarining qayta ishlanishi sodir bo'ladigan qobiq osti va qobiq bo'limlaridan iboratdir. Sherrington klassifikatsiyasiga ko'ra, retseptorning qayerda joylashganligiga qarab sezgilarni 3 ta katta guruhga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchisi ekstraretseptiv sezgilar, ikkinchisi intraretseptiv sezgilar va uchinchisi proproretseptiv sezgilardir. Tashqi muhitdagi narsa va hodisalarning xususiyatlarini aks etishga moslashgan hamda retseptorlar tananing sirtqi qismida joylashgan sezgilar, ya'ni ekstraretseptiv sezgilar deb nomlanadi. Ichki tana a'zolari holatlarini aks ettiruvchi hamda retseptorlar ichki tana a'zolarining to'qimalari joylashgan sezgilarni biz intraretseptiv sezgilar deb nomlaymiz. Tanamiz va gavdamizning holati hamda harakatlar haqida ma'lumot, axborot, xabar beruvchi muskullarda, bog'lovchi paylarda, mushaklarda joylashgan sezgilarni, ya'ni proproretseptiv sezgilar deb nomlaymiz. Sezgilarning tasnifi bu boradagi tadqiqotlarni tahlil qilamiz. Dastlabki mulohazalar intraretseptiv sezgilar va u borasida rus psixologi Luria tadqiqot ishini olib borgan. Uning fikricha, intraretseptiv sezgilar asl tub ma'nodagi sezgilar emas, balki emotsiyalar bilan sezgilar o'rtasidagi oraliq sezgilar sifatida namoyon bo'ladi. Psixologiya fanida mazkur sezgilar to'la o'rganilmaganligi sababli uni noma'lum hislar deb ham ataymiz. Bu asosan ichki organlarning xastaliklarida vujudga keluvchi holatlarni diagnostika qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Sezgining bir qancha turlari bor. Ko'rish sezgisi, eshitish sezgisi, hid bilish sezgisi, ta'm bilish sezgisi, teri sezgilari, muskul sezgilar, statik sezgilar hamda organik sezgilar kabi turlarga bo'lib o'rganamiz. Insonlar tomonidan rang va yorug'likni ko'rish sezgilari orqali amalga oshadi va seziladigan ranglarni biz xromatik hamda axromatik turlarga bo'lib o'rganamiz. Psixofiziologik qonunga ko'ra, yorug'lik nurlari uchburchak shisha prizma orqali o'tib singanda hosil bo'ladigan ranglarni biz xromatik ranglar deb ataymiz. Ularga kamalak ranglar, ya'ni qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k, binafsha tuslarni qamrab oladi. Odatda oq rang, qora rang, kulrang va ularning turlicha ko'rinishlari
axromatik ranglar deb nomlanadi. Tashqi muhitdagi yorug'liklarni biz ko'rish organimiz bo'lgan ko'zimiz orqali aks ettiramiz. Eshitish sezgilari tovushlarni eshitishdan iborat bo'lib, musiqiy va shovqinli tovushlarni aks ettiradi. Odatda tovushlar oddiy va murakkab turlarga ajratiladi. Ularning birinchisi tonli, ikkinchisi esa bir necha tondan tashkil topadi. Tonlardan biri asosiy ton hisoblanib, u tovushning balandligini, kuchini belgilaydi. Boshqalari keluvchi tovushlar sanalib, ular obertonlar deyiladi. Musiqa asboblaridan tarilayotgan tovushlarning o'ziga xosligi fan tilida tembr deb ataladi. Hatto nutq tovushlari ham ohangli tovushlar, unli tovushlar va shovqindor undosh tovushlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, bizning eshitish organimiz quloq hisoblanib, quloq uch qismdan, ya'ni tashqi, o'rta hamda ichki quloqlardan tashkil topgan. Hid bilish sezgilari, hid bilish sezgilariga hidlarni his qilish kiradi. Ularning organi burun qovog'ining yuqori tomoni hisoblanib, bu yerda hid bilish hujayralari hamda sezuvchi nerv tarmoqlari joylashgan. Ular shilliq pardalarda botib turadi. Hidli moddalar sezuvchi nervni qo'zg'aydi. Hid bilish markazi bosh miya yarimshalar orqa yuzasining pastki qismida mavjud deb taxmin qilinadi. Hidli moddalar hid bilish hujayralariga gaz holatida ta'sir etib, kimyoviy reaksiyalar yo'li bilan ularni qo'zg'atadi. Oddiy gaz holatidagi hidli moddalar havo bilan nafas olish jarayonida burun havosiga kirib, natijada aks ettirish holati sodir bo'ladi. Ta'm bilish sezgilari shirin, achchiq, nordon, sho'r singari mazalarni his qilish bilan tavsiflanadi. Ta'm bilish sezgilarining organi tilning yuzasi va tanglayning yumshoq qismidan tashkil topgan. Tilning shilliq pardasida maxsus ta'm bilish so'rg'ichlari mavjud bo'lib, ularning tarkibi tayoqchasimon hujayralardan tuzilgan maxsus ta'm bilish kurtaklariga ega. Ta'm bilish so'rg'ichlari til yuzasida bir tekis taqsimlanmaganligi uchun uning orqa qismi achchiqni, uchi shirin mazani, chetlari esa nordon mazani sezadi. Lekin ularning o'rtasi bo'lsa mazani aks ettiradi. Ta'm bilish so'rg'ichlarining hujayralari qismlarida maxsus sezuvchi nervlarning chakkuchlari joylashgan. Ular ta'm bilish organidagi qo'zg'alishni bosh miyaga uzatib turadi, uning markazlariga yaqin joylashgan hisoblanadi. Teri sezgilari tarkibi tuyish va harorat turlaridan iborat bo'lib, ularning bunday nomlanishining bosh omili bu retseptorlarning tarkibi va organizmning tashqi shilliq pardalarida joylashganligidadir. Tuyish sezgilari ikki xil axborotni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lib, birinchisi tegish va tarqalishni tuyish sezgilari, ikkinchisi esa silliq yoki g'adir budurni tuyish bilan tavsiflanadi. Odatda tana a'zosiga narsalarning tegishini sezish tashqi qo'zg'atuvchi kuchayganda siqiq sezgiga aylanadi. U yanada kuchayganda og'riq sezgisiga aylanadi. Muskul harakat sezgilari motor sezgilar deb nomlanib, ularga og'irlikni, qarshilikni, organlar harakatini bilish sezgilari kiradi. Ularning organlari gavda muskullari, paylar, bo'g'imlardan iboratdir. Organlarning tarkibida sezuvchi nervlarning chekka tarmoqlari mavjud bo'lib, ularning ta'sirida harakat va statik sezgilar vujudga keladi. Muskul harakat sezgilarining fizik sababi muskullarga ta'sir etuvchi narsalarning mexanik tazyiqi va gavda harakatlarida sodir bo'ladi. Statik sezgilar gavdaning fazodagi holatini sezish va muvozanatni saqlash sezgilari deb ataladi. Gavdaning fazodagi holatini bilish va muvozanatni saqlash sezgisi uchun ichki quloqdagi vestibulyar apparat retseptor vazifasini bajaradi. Vestibulyar apparat quloq dahlizi yarim doira kanallardan tashkil topgan bo'lib, sezuvchi nerv tarmoqlari va gavdaning fazodagi harakatini va holatlarini boshqaradi. Organik sezgilarning retseptorlari ichki organlarda qizil o'ngach, me'da, ichak, qon tomirlari, o'pka va shu kabilarda joylashgan bo'ladi. Ichki organlardagi jarayonlar organik sezgilar retseptorlarining qo'zg'atuvchilaridir. Ularga quyidagilar kiradi, ya'ni og'riq, chanqoq, noxush tuyg'ular hamda ochlikni sezish kabi turlari mavjud. Biz sezish jarayonida adaptatsiya terminiga duch kelamiz. Demak, adaptatsiya yoxud moslashuv sezgi organlari sezgirligining qo'zg'atuvchi ta'sir ostida o'zgarishi demakdir. Adaptatsiyani biz pozitiv hamda negativ adaptatsiyalarga bo'lib o'rganamiz. Pozitiv adaptatsiyada kuchsiz qo'zg'atuvchi ta'sir ostida sezgirlik oshadi. Ko'rish analizatorida pozitiv adaptatsiya qorong'ulik adaptatsiyasi deb ataladi. Negativ adaptatsiya ikki xil bo'ladi.
Birinchisi, qo'zg'atuvchining davomiy ta'siridan sezgirlik yo'qoladi. Masalan, qo'limizga yuk qo'yilsa sezamiz, ammo vaqt o'tishi bilan sezmay qolamiz. Ikkinchisi, kuchli qo'zg'atuvchi ta'siridan sezgirlikning susayishi. Masalan, qorong'u xonadan birdaniga chiqib qolsak, avvaliga hech narsa ko'rmaymiz. Vaqt o'tishi bilan sezgirlik pasayib, biz normal ko'rish holatiga o'tamiz. Sensibilizatsiya analizatorning o'zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezgirlikning kuchayishidir. Sensibilizatsiyaning adaptatsiyadan farqi mavjud, ya'ni adaptatsiyada sezgirlik oshadi yoki kamayadi, sensibilizatsiyada esa faqat oshadi. Adaptatsiyada sezgirlikning o'zgarishi tashqi chegaralarga bog'liq bo'lsa, sensibilizatsiyada psixologik, fiziologik holatlarga bog'liq bo'ladi. Sinesteziya qo'zg'atuvchining bir analizatorga ta'siri bilan boshqa analizatorga xos sezgining paydo bo'lishidir. Ko'rish, eshitish sinesteziyasi ko'proq uchraydi. Sinesteziyalar har bir shaxs uchun doimiy bo'ladi. Masalan, kompozitorlardan Scriabin, Liszt, Ruminskiy larda rangdor eshitish qobiliyati bo'lgan. Demak, sinesteziya ikki sezgining bir sezgi bo'lib qo'shilishidir. Masalan, shirin so'z, bag'ritosh kabilar misol bo'la oladi. Sezgilar kontrasti qarama-qarshi sifatga ega bo'lgan bir vaqtdagi qo'zg'alish tufayli sezgirlikning o'zgarishidir. Masalan, tinch joyda tovush kuchliroq seziladi, oqimtir fonda qora rang qoraroq, qoramtir fonda oq rang yana ham och bo'lib seziladi. Odam charchaganda sezgirlik pasayadi, harakat oshganda sovuqqa sezgirlik o'tkirlashadi. Sezgirlik kasbga ham bog'liq. Masalan, rassomlarda rang sezish, musiqachilarda tovush sezgilari kuchliroq bo'ladi. Hurmatli tinglovchilarimiz, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.